Ba'zan biz o'zimiz bilmagan holda olov bilan o'ynashni xohlaymiz. O'sha kuni men shunchaki dugonamni kutayotgan edim. Lekin eshik ortida meni nafaqat kutish, balki butun vujudimni larzaga keltiruvchi kutilmagan sarguzasht kutib turganini bilmasdim. U shunchaki dugonamning otasi emasdi. U mening yashirin orzularimning kaliti edi. O'sha stul, o'sha nigohlar va jazo deb atalgan lazzatli o'yin. Men o'zimni yo'qotib qo'ydim. Bu xiyonatmidi yoki shunchaki ayollik tabiatining isyonimi? Hozir hammasini aytib beraman. Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Inson his-tuyg'ulari, ehtiroslari ba'zan chegara bilmaydi. Agar siz ham real voqealarga asoslangan, samimiy va ochiq hikoyalarni tinglashni istasangiz, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Tayyor bo'lsangiz, eshikni qulflang va quloq soling. Mening ismim Malika. Yoshim 25 da. Universitetda o'qiyman. Hayotim bir maromda o'tib borayotgandek tuyulardi. Men allaqachon turmushga chiqqanman, erim bor. U yaxshi inson, menga erkinlik beradi, o'qishimga qarshilik qilmaydi. Lekin bilasizmi, ba'zan tinch hayot ham zerikarli bo'lib qoladi. Ayol kishi doimo e'tibor, yangilik va ozgina qalampir xohlaydi. Dugonalarim ko'p, lekin ular orasida Manzura eng yaqinim. Biz xuddi opa-singildek edik. Uning uyi men uchun ikkinchi uyimdek bo'lib qolgandi. Erim ham bunga ko'nikib ketgan. Manzuranikiga dars qilgani ketdim desam, indamay ruxsat berardi. Manzuraning oilasi ziyoli, ota-onasi zamonaviy qarashlarga ega insonlar edi. Ayniqsa otasi. U kishi 50 yoshlar atrofida bo'lsa-da, o'ziga juda qarab yuradigan, kelishgan va savlatli erkak edi. Uning ko'zlarida qandaydir sirli uchqun borligini avval ham sezgandim, lekin e'tibor bermasdim. O'sha kuni, o'sha taqdirni o'zgartirgan kuni men Manzuraga qo'ng'iroq qildim. Telefonni ko'tarmadi. Balki darsda banddir yoki telefoni ovozsiz rejimdadir deb o'yladim. Lekin biz birga tayyorlashimiz kerak bo'lgan muhim loyiha bor edi. Vaqt tig'iz. Tavakkal qilib ularning uyiga yo'l oldim, eshikni jiringlatdim. Ichkaridan og'ir qadam tovushlari eshitildi. Eshik ochildi va qarshimda Manzuraning otasi turardi. Egnida oddiy uy kiyimi bo'lsa-da, u baribir juda jozibali ko'rinardi. Assalomu alaykum, amaki. Manzura uydamilar deb so'radim, biroz hayajonlanib. U menga boshdan oyoq razm soldi. Nigohi biroz uzoqroq ushlanib qoldi. Va alaykum assalom, Malika qizim. Manzura hozirgina do'konga chiqib ketuvdi. 1 soatlarda kelib qoladi. Kiraver, kutib o'tir, dedi u muloyim jilmayib. Men ikkilanib turdim. Uyda boshqa hech kim yo'qligi sezilib turardi. Lekin ortga qaytish ham noqulay edi. Xo'p, dedim va ichkariga kirdim. Mehmonxonaga kirdim va stulga o'tirdim. U kishi oshxonadan menga 1 stakan suv olib kelib berdi. Xo'sh, o'qishlar qalay? Ering yaxshimi? Tinchgina yashayapsizlarmi? deb so'radi u ro'paramdagi divanga o'tirib. Suhbatimiz oddiy boshlandi. Lekin men uning nigohlarini o'zimda his qilardim. O'sha kuni men tizzadan biroz yuqorida turadigan yubka kiygandim. O'tirganimda oppoq sonlarim biroz ochilib qolgandi. Uning ko'zlari aynan o'sha yerda sayr qilayotganini sezdim. G'alati, men uyalish o'rniga ichimda qandaydir qiziqish va hayajon uyg'onayotganini his qildim. Darslardan qiynalmayapsanmi? deb so'radi u ovozini biroz pasaytirib. Yo'q, hammasi yaxshi. Faqat o'tgan hafta bir fandan 2 baho olib qo'ydim, dedim hazil aralash. Uning yuzida ayyorona tabassum paydo bo'ldi. O'rnidan turib sekin mening yonimga keldi. 2. Juda yomon, dedi u boshini chayqab. Yomon qizlarni jazolash kerak bo'ladi. Men kulib yubordim. Qanaqa jazo ekan? U kutilmaganda qo'limdan ushlab o'rnidan turg'izdi. Uning qo'llari issiq va kuchli edi. Mana bunaqa jazo, dedi u va boshimni ushlab meni oldinga engashtirdi.
Men stulga tayanib qoldim. Uning niyati jiddiy ekanligini endi tushundim. Va shu zahoti shap-shap u mening dumbamga kafti bilan urdi. Bu zarba og'riqli emas, aksincha qandaydir yoqimli edi. Tanam jimirlashib ketdi. Mani senga deb yana bir necha marta urdi. Mening nafasim tezlashdi. Bu o'yin menga yoqib ketdi. Ichimdagi shayton uyg'ondi. Yana bitta fandan ham 2 olgandim, dedim pichirlab boshimni burib unga qarab. Bu mening davom eting degan ishonchim edi. Uning ko'zlari chaqnab ketdi. Unda seni yanada qattiqroq jazo kutyapti, dedi u xirillagan ovozda. Uning qo'llari endi urmasdi, balki erkalardi. U mening dumbalarimni eza boshladi, yupqa mato ustidan silardi. Mening vujudim olov bo'lib yonardi. Pastki qismim namlana boshladi. Men tayyor edim. U meni o'ziga qaratdi. Oramizda bir qarich masofa qoldi. U mening lablarimga tikildi va hech qanday ogohlantirishsiz o'pib oldi. Bu shunchaki o'pish emasdi. Bu och bo'rining o'ljasiga tashlanishi edi. Uning lablari talabchan, tili esa chaqqon edi. Men ham jim turmadim. Qo'llarimni uning bo'yniga o'tkazib, sochlarini siladim, o'pichlariga javob qaytardim. U tajribali erkak ekanligi har bir harakatidan bilinib turardi. U tilimni so'rardi, lablarimni tishlardi. Og'riq va lazzat aralashib ketdi. Uning qo'llari tanam bo'ylab sayr qilardi. Bo'ynimdan o'pib pastga tushdi. Ko'ylagimning tugmalarini yechib, ko'kraklarimni ozod qildi. U bir ko'kragimni qo'li bilan ezib, ikkinchisini og'ziga oldi. Tili bilan uchini o'ynatganda men beixtiyor ingrab yubordim. Erim bilsa turmushim buziladi, dedim, lekin bu gapimda hech qanday qarshilik yo'q edi. Aksincha, bu taqiq vaziyatni yanada qizdirardi. U bo'ynimdan tishlab oldi. Hech kim bilmaydi, dedi u. Uning bir qo'li pastga tushdi. Yubkamni ko'tarib, plavkamni chetga surdi. Uning barmoqlari mening eng nozik joyimni qidirardi. Va nihoyat u yo'lni topdi. Uning o'rta barmog'i ichimga kirganda men "Ohi!" deb uni mahkam quchoqlab oldim. Tizzalarim qaltirab ketdi. Yana deb pichirladim. Men endi o'zimni boshqara olmasdim. U meni stulga tayanib turishimni so'radi. Men itoat qildim. Orqamda uning harakatlarini eshitardim. Kamarining yechilishi, shimining tushishi. Men o'girilib qaradim. Uning asbobi, ochig'ini aytganda, erimnikidan ancha katta va salobatli edi. Men hayrat bilan unga tikilib qoldim. Qo'lim bilan ushlab ko'rdim, u toshdek qattiq edi. U meni yana o'ziga qaratdi va stolga engashtirdi. "Tayyormisan?" deb so'radi u nafasimga. Men bosh irg'adim. Uning asbobi mening namlangan tanamga tegdi. U boshini tiqmay biroz ustida ishqaladi. Bu meni yanada quturtirdi va birdan bir zarb bilan ichimga kirdi. "Voy dod!" deb qichqirib yubordim. Ichim to'lib ketdi. Bu shunday kuchli va to'laqonli his ediki, men bunday lazzatni oldin his qilmagandim. U haqiqiy erkak kabi harakatlanardi. Har bir kirib chiqishi menga yangi zavq to'lqinini olib kelardi. U mening belimdan, sochimdan ushlab o'ziga tortib sikardi. Xonada faqat bizning nafas olishimiz va tanalarimizning urilish ovozi eshitilardi. "Oh, amaki jonim!" deb nola qilardim men. Uning harakatlari tezlashdi. U xuddi yovvoyi otni jilovlayotgandek shiddatli edi. Keyin u gilamga yotdi va meni ustiga tortdi. Men uning ustiga o'tirib, harakatni o'z qo'limga oldim. Bu holatda men uning yuziga qarab, har bir hissiyotimni ko'rsata olardim. U mening ko'kraklarimni o'ynardi, men esa uning ichida erib ketardim. Men zavqning eng yuqori nuqtasiga yetdim. Tanam titrab, birinchi marta bo'shandim. Lekin u to'xtamadi. U davom etdi va meni ikkinchi marta ham cho'qqiga olib chiqdi.
Nihoyat uning ham nafasi o'zgardi. Harakatlari juda tezlashdi. "Malika!" deb xirilladi u va qattiq siltanib, butun borlig'ini tashqariga, qornimga otib yubordi. Spermaning issiq tomchilari terimni kuydirdi. Biz holsizlanib bir-birimizning quchog'imizda yotdik. Men uning ko'ksiga boshimni qo'ydim, yuragi dukillab urardi. Biroz vaqt o'tgach, u menga qarab kuldi. "Yana 2 olsang, tortinmay kelaver", dedi u ko'zini qisib. Men ham jilmaydim. "Endi faqat 2 ga o'qiyman shekilli", dedim sho'xlik bilan. U o'rnidan turib ustimni tozalashga yordam berdi. "Hozir Manzura kelib qoladi, tezroq kiyinib o'zingni tartibga keltir", dedi u va vannaga kirib ketdi. Men kiyindim, sochimni to'g'riladim. Ko'zgudagi aksimga qaradim. Yuzimda qizarish, ko'zlarimda esa qoniqish bor edi. Dugonam keldi. Biz hech narsa bo'lmagandek dars qildik. Lekin har safar otasining xonasiga qaraganimda ichimda shirin bir titroq turardi. Azizlar, bu voqea mening hayotimdagi kichik, ammo unutilmas sarguzasht bo'lib qoldi. Balki bu noto'g'ridir, balki bu gunohdir. Lekin o'sha lahzada his qilganlarim ular haqiqiy edi. Ayol kishi sirli bo'lish kerak, deyshadi. Bu mening kichik sirim. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar hikoyam sizni hayajonlantirgan bo'lsa, like bosing va o'z fikrlaringizni qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.